16-qism. Xayri xo'sh Lyutaga. Bu qizil ko'ynakli ayolning yiniga kelganda eng yomon oqibatga tayyorlik qilib qo'ydim. Agar u rostli odam bo'lmasa, bu dunyoda qilgan oxirgi savobli ishim bo'lib, Yamarajaning yiniga borganda japoni ozroq tortaman. Butun kuchim bilan yuguryapman. Oldidagi ayol keyinda birisining kelganligini sezgandek bo'lib, qadamini tezlatdi. Oxirida u suvga kiray deb qolganda, uning beligidan tortib oldim. Ayol yerda yetib to'xtamasdan yig'layotgan bo'lib, olsirg'inimcha mundaqli qarab qopdimi. Bugun kechidagi oy nurida qarabla hanviqib qoldim. Bek chiroyli ekan. Uzun kirpiklari, sudek suzuk yo'g'on ko'zlari, egiz qonshiri, agmilari aniq kelgan badani. Men aslida bayfanni dunyodagi eng chiroyli qiz deb chiqaman. Lekin ko'z oldimdagi bu qizil ko'ynakli qiz texmi go'zalkan. Bayfandinmi go'zal. Qizil ko'ynakli qiz beshini ko'tarib menga qaradi. Rahmat sizga. Lekin meni qutuldirib olishingizning hojati yo'q edi. Uning bu gapi nervamga tegib, yonfunimni ko'rsatib varqirdim. Sizni qutuldirishning hojati yo'q? Soat qarab yiqma. Yerim kech soat 12 da. Mendek ahmoqdan boshqa yana kimmi sizni qutuldirishga petni olaydi? Qizil ko'ynakli qiz yengil ovozda mundaq dedi. Oldingi kunimni o'ylamamoqchi bo'lgan edim. Shu chaqdami mashina haydagan kichik akash qutuldirib olgan. Bu gapdan eg'izim to'voqlanib, o'ng'aysizlanganimcha beshimni lang'ishdim. To'g'ri dedingiz. To'g'ri. Yana bir ahmoq bilan ikki bo'ldik. Qizil ko'ynakli qiz yig'isidan to'xtab, o'rnidan turib, menga ta'zim qilgandan keyin burilib yo'l tarafga qarab mandi. Titrayotgan ikki putimni to'xtadi. U ketdi. Meni o'ldirmadi. Bu qiz jin emaskan. Hozir uning bu qorong'uda nega bordiganligini o'ylashqida kayfiyatim yo'q. Shaolyo ikkimiz uni ikki qitim qutuldirdik. Yetarlik bo'ldi. Yataqqa kelsam, Shaolyo xo'rakni boshlab etgan bo'lib, yotqonga kirib qandoqlik qilibmi uxlayolmadim. Kallamda o'lib olmoqchi bo'lgan qizil ko'ynakli qiz bir obdan turib, nemishqa o'lib oladigandi? Turmushda kimmi qiyinchilikqa uchirmisan? Yo'l yo'qitib qo'ygani qanchalik ko'p bo'lsin, erishgani qanchalik oz bo'lsin, lekin umidvor bo'lish kerak. Shularni o'ylab etibla Shaolyoning guldirmomidek xo'rak ovozida uxlab qopdim. Saharda bino ostidagi qalaymaqonchilikdan uyg'onib ketdim. Shaolyo sirtdan gum qilibli eshikni ittirib kirgan. Cho'chib yuragim sep ketdi. Odosh, yana chatoq chiqdi. Tez qo'pa, tez bo'ladayman. Uyquchilikda uningga qarab qo'yib, badanimni yana bir tarafga o'rib g'o'dongshidim. Voy. Qandaqli ish bo'lsa-mo, uxlashimga daxl qilmag'ana. To'lgan kashda 3 bo'lganda uxlabdim men. Iliq soat yana odam o'ldirdi. Shaolyo varqirab ketdi. Bu gapni anglab, o'rnidan dast turib ketdim. Qachon? Kim o'libdi? Shirkitimizdan emaskan. Yuragim o'rniga tushib, yana yotay deb tursam, Shaolyo yana qo'shib qo'ydi. Bir qizga qizil ko'ylak kiyibdi. Nima? Bu gapni anglab yotamay, butun badanimdan to'xat o'rlab ketdi. Qizil ko'ylak? Chiroychi, ha? Birinchi qavat atgandili pechatlab etildi. Eshik taqoq. Anglasam, bu qiz soatga usib, aynigini chiqib, beshi ichiga kirib qopdi. Beshi qonga milinib, chiroyini ko'ranmas bo'lib ketibdi, deydi. Kaynimga o'rilib, karvatga yo'linib, butun badanim holsizlanib ketgandek bo'ldi. Shaolyo ustaldagi suvni ilib, jiq bir yutum ichib olgandan keyin davomlashtirdi. G'alati ish qara. Bu ayolning kiyim bilan dumbisiga qarasam, men senga aytib bergan suv omborda o'lib olmoqchi bo'lgan qizga o'xshaydi ekan.
Anglagan seri benormallikni his qilib, tezlikda o'rnimdan turgandan keyin kiyimimni almashtirib pastga chopdim. Shaolyo meni chaqirib, kaynimdan agishib tushdi. Bino ostidagi ho'yildi liq odam. Birinchi qavatning eshik oldida saqchilar qo'shimisini turgunicha kirib chiqib turadi. Oldig'iroq berib, faqat yiroqdilla birinchi qavat zalning ichini aran ko'rdim. Zalda missoat yanali shundoq turgan bo'lib, missoat oldida qizil rangli ko'ylak kiyib olgan qiz tizilinib o'ltiradi. Uningdan boshqasini ko'ramadim. Ammo jazmlashtira oladiganim bu tizilinib turgan o'lguchi tunugun oqshom men suv ombarda qutuldirib olgan odam shu edi. Saqchilar bir tushdan burun avora bo'lib, oxirida o'lguchiga oq raqni yipib ko'tirib chiqib ketdi. Bu ishning chiqishi bilan butun shahardagi axborot vositalarining hammasi qaynagan qozonga o'xshash xabar berdi. Missoat yana odam o'ldirdi. Shahardan ko'plagan mutaxassislar dilo guruhi tashkillab, bir oy ichida diloni fosh qiladiganga va'da berdi. Yerim oyga yetmagan vaqtda 3 odam missoatga usib o'ldi. Bu uchi bir-biri bilan qilchi munosabati yo'q. Turmushdami boshqalar bilan adovati yo'q. Lekin o'xshashli bir yerda o'ldi. O'zini o'ltirib olgan degan tushuntirish hamda boshqalarni qoyil qilolmagan edi. Amaliyotda butkul ishda eng tushuniksiz qolgan odamman. Qizil kiyimlik ayol tunogin yinimdan ketganda aniqla sharqqa qarab maqan. Qandoqsiga shirkatda o'lib qoladi. Ajaba men ketgandan keyin yo'lnishni o'zgartganmidi? Hozir uning uchun qayg'urishdan boshqa hech qanday qila olmayman. Shundaqla tunogin uni qutqizib olganligimmi bor? Agar tunogin oqshom suv ombarda uni qutuldirmagan bo'lsam, bugun bu ish chiqqanda cho'qim o'zimni ayblaydim. Sizni bir qitim qutuldirdim. Lekin ikkinchi qitim qutuldiradigan odam chiqmabdi. Shaolyo shundoq deb o'fsindi. Sizni ikkinchi qitim qutuldirdim. O'ylamag'ayadi. Uchinchi qitimda o'libsiz. Ko'nglimda men shundoq o'yladim. Bu ishning ta'siri intayin nachar bo'lg'ashqa, shaharning pechatlash doirasini kengaytib, yana 24 soat qorovullikda turadigan soqchi o'rinlashtirdi. Asldagi cho'ng qo'ro mashin to'xtatish maydonidan boshqa birinchi qavatning atrofini butunlay pechatlayapti. Lavuning chiroyi qordab, bosh shirkat rahbaridan til anglab, JX idorasining rahbaridan til anglab, shahardan til anglab, aslida kunda boshqalarga xushomat qiladigan odam bugungi kunlikda kunda tepik yavatadi. Lavuning tatgan jafolarini ko'rib turibman. Lekin uningga ozroqmi ichim og'irmadi. Eg'izdan yolg'onchilikdan boshqa narsa to'kilmaydigan odam kechirimga erishamaydi. Keyingi necha kuni kashdagi kechlik ismina tinish o'tdi. Balkim dehqonlar arbaga o'ltirish qulaylik bo'lmag'achqa, ba'zilari avtobusga chiqishga boshlagan edi. Lekin har kuni oqshom suv ombardan o'tganimda qattiq jiddiylashim. Bu yerda yuz bergan ishlar intayin ko'p. Avtobusga chiqadigan odam bo'g'ashqila, hamroh bo'ladigan odam bor deb ancha qo'rqib ketmadim. Yana bir jihatdan rostilla ansirayman. Mashina yana 15-yaslar kechidagidek kontrolligini yo'qotib, suv ombariga menishdan qo'rqaman. Bugun kecha haydaydiganim men. Odatim bo'yicha avtobusni haydab chiqib, shahardan chiqadigan vaqtida bir turkum sevat ko'tirib olgan dehqonlar chiqdi. Ular mashinada o'ltirib olgandan keyin avtobusni qo'zg'atay deyishimga derazinidagi o'rinda bir bovayni ko'rib qoldim. Liutaga menga tashlandiq 2 qavat binoda Lautangning maxfiyatligi yoshiringanligini degandan keyin uni ushirtib baqmadim. Ayni chaqda u menga Liu Yunboni tanishtirgan. Rahmat yuzidan tas qoldim uningga tezlanqili. Bugungi kunlikda Liu Yunbo bilan Lautangning munosabatini bilib, Liutag'ni qayta ko'rganda g'azabdan tishlarim kirishib ketdi. Liutaga menga beshini lingishitib qo'yib, belidagi g'angsini oldi. Tamak cheksam bo'lamdi. Oldimdagi yo'lga qarab, ochiq bilan javob berdim. Bo'lmaydi. Avtobus tamak chekishga bo'lmaydi. Bu degan qoida. Liutaga turib qilib, g'angsini kulgunicha belig'i qistirdi. Bo'pti.
Balam. Aldınғы qitim sana taşlandık binanın işini degandim. Badingmi? Badim. Tas qoldim, jinimni sepagili. Topqinim bir keraksiz hujjat papkisi bo'ldi. To'g'ri. Lyotaga hujjat papkisini anglab, ko'zlari parqirab ketdi. Nima yozilibdi? Eshitdimi? Shu 3 shopirning arxivga. Amisi to'g'ri emas. Lyotaga siz bilan o'chim yo'qdi? Men burunla Lyotaga bo'lgan ishonchimni yo'qotgan bo'g'ashqa g'azab bilan shundoq dedim. Siz zada qandoq qilmoqchi? Aniq gapni qiling bir. Jini bilan o'ynashiman demay. Degan seri g'azabim qo'zg'alib, ovozimni yo'qirlab ketyapti. Jinimni dog'i tikib, tashlandiq 2 qavatdan poqqimi arzimaydigan arxiv papkasini og'inimni go demay turay. Lyotaga Bayfanning yuzini qilib bo'lsa-mu, meni bundoq o'ynatma. Aslida Lyoyunboni tilga olmoqchi edim. Lekin eg'izimga kelganda yutib etdim. Lyoyunboning shirkatga odam o'ltirdigan mis soatni bagini yolg'on emas. Lekin tafsili o'ylab baqsam, garchi u menga yordam qilsa-mu, lekin menga ziyonkashlik qilmadi. Lyotaga yana g'ansini chiqarib, bilinar bilinmas kuldi. Tamaki çeksen bo'lamdi. Bo'ladi. Çeking. Lyotaga g'ansiga tamakini silib, aldirmay tutashtirib chekib oldi. Balam. Agar sana yordam qilmagan bo'lsam, 15-yilda kashda o'lib bo'lardim. Lyotagining bu gapi qaltis bo'ldi. 15-yilda kashdagi odamning yuragini oladigan qo'rqinchli ish hozirmi ko'z oldimda turibdi. Menda izchil bir gumon bor. Avtobusning beshi suv omboriga kiray deb qolganda qandoqsiga to'xtab qoldi. Bu so'zdan rostilla hayron qoldim. Meni qandoq qilding debmi so'rama, ha? Agar yana hayot yuray desang, kichik 2 qavatning maxfiyatini davomli izlashing kerak. Nima degan qaltis qiyri bu? Yo'l bo'yi o'zimning qoidasini chalvaqib so'zlab ketsam, natijada Lyotagining bir eg'iz gapi naq yerga tegdi. To'g'ri. 3 shopir, 3 avtobus odam 10 yil burun o'xshashla 15-yilda o'lgan. Nimishqa men o'lmadim? Garchi meni qutuldirgan odamning u va Lyoyunbo ekanligiga ishonmasam-mu, lekin ulardan boshqa yana kim bor? Yuzlarim qizirib, qaytirgudek gap topolmay, shundoq o'ng'aysiz kayfiyat ichida qog'oz zavodiga keldim. Lyotaga avtobusdan tushadigan vaqtida hammani utgan qiyofatdagi kulkisi bilan muramga urib qo'yib, to'van ovozda dedi. Kelar oyning 15-kuni agar o'lishni xohlamasang, Xo'yovshanga berib bir tal yolg'iz naqshlik mis yarmoqni izla. Men texi inkas qilib bo'lmay turib, Lyotaga avtobusdan tushib yiroqlab ketdi. Shopir o'rindig'ida o'ng'ayib o'ltirib qoldim. 33 yosh. O'z taqdiriga o'zi hukmronlik qiladigan qiron vaqt. Nemishqa mening taqdirim boshqalarning qo'lida bo'ladi. Eng qo'rqinchlisi, men hozirgacha ularning yaxshi odam yoki yomon odam ekanligini, hatto odam yoki jinligini mu farqlantira olmadim. Achchig'imda rolni kuchab urdim. Babab qilgan ovoz qop-qorong'u kent yo'lini bir oldi. Cho'nqur nafas ilib, kayfiyatimni turaqlashtirgandan keyin eshikni taqab, shirkatga qaytay deb tursam, jiddiy oyoq ovozi kaynidan anglandi. Avtobusga chiqqani 5 a'zosi bejirib, badan qurilishi avrishim kelgan
go'zal qiz bo'lib, lekin uni ko'ribla ko'zlarim chakchiyib ketdi. O qizil ranglik uzun ko'ylak kiyib olgan bo'lib, dal oldingi kuni oqshom suv omborda qutuldirib olgan qiz. Yana shu kuni kechda mis soatning oldida o'lib olgan qizga. Butun badanimdan to'qat o'rlab, ixtiyorsizda kaynimga chekindim. Siz o'lmaganmi? Qizil ko'ylakli qiz turib qoldi. O'lmadim-ku. Necha kunning oldida suv omborining yanida siz qutuldirib oldingiz-ku. Bu gapni anglab, kallam vinnida qilib qoldi. On yettinchi qism. Yerim kechida chekilgan ishik. Bu chaqda tugishib ketay degan edim. Qalaymiqanchilik yetarlik bo'ldi. Nemishqa yana bir sikiladi. Ish chiqqan shu kunisi yiroqdan zal ichiga qarab baqqan. Garchi chiroyini ko'ranmasam-mu, lekin kiyinishi bilan badan qurilishi bir odamga. Nemishqa 2 kun o'tmayli oldimda paydo bo'ldi. Shu kuni o'lgan odam u emasmi? Singlim. Alaqsada bo'g'inimcha uningga qarab so'rdim. Mayli siz qandoqli bo'ling, nimali degan bilan men sizni qutuldirgan. Qarab bir ish qiling, ha? Aka. Siz nemonda xalita? Necha kun oldida yerim kechida mashinadan tushib meni qutuldirgan edingiz. Necha kun o'tmayla meni jin qatoriga chiqarib etdingiz-ku. O'ng'aysizlanganimdan beshimni ling'ishtirib avtobusni qo'zg'atdim. Yo'lda orqani ko'rish aynigi bilan izchil bu qizni kuzatib mangdim. O qiz yo'l bo'yi telefon o'ynab o'tirdi. Gilimni qirib qo'yib so'rdim. Singlim, bu yerim kechida nega mangdingiz? Qizil kiyimli qiz beshini ko'tarmay javob berdi. Dabnixonaga berib kelay deb. Yuragim eg'izimga qoplashib, tormozni tuvigacha dastab etdim. Avtobus qattiq silkinib, keyindagi qiz voyjallab ketdi. Dabnixonaga? Ishnim bilan korim bo'lmay, oldi eshikni ochib qochdim. Badanimning yerimi avtobus teshiga chiqib bo'lganda, ko'zimning qo'yrug'ida uningga qarasam, bu qizil ko'ylakli qiz qo'lida qon eqiyotgan beshini tutib oldi. Bu jindan qon oqimda. Bir putum sirtdan, bir putum avtobusda uningga shunda qarab turdim. Bu qitim qizil ko'ylakli qiz terikib ketdi. Sarang bo'ldingizmi? Bunchalik qo'rqinchoq odam oxirgi avtobusni haydab nima qilatdingiz? Eg'ir nafas ilib, bir eg'izmi gap qilmay, uningga tikilib turdim. Bu qiz qog'ozni ilib, beshini tutib olgan. Birdamdila qog'oz peshonasidan oqqan qonda qizilga bo'yaldi. Bu necha yilda men chet elga chiqqan. O'g'il do'stim uyda qolgan. Lekin bir oydan beri uning bilan aloqalashamadim. Qaytib kelganda andan uning necha kun burun o'lganligini bayqadim. Uning bilan kichigimizdan aralashgan. Muhabbatimizmi cho'nqur edi. Izchil kallamdan o'tmay o'zimni o'ldirmoqchi bo'lganda, siz bilan yana bir shopir ishkanglar qutuldirib oldinglar. Uzung'icha o'hsinib, yuragim joyiga tushgandan keyin sirtdagi putumni tortib oldim. Amsa bu yerim kechida dabnixonaga nimaga borsiz? Ikki qaytim o'laman deb o'ylamadim. Kallamdimi o'tdi. O'g'illikning aeroplan biletini olgan. Ketishdan burun dabnixonaga berib uni ko'rib kelaymikin deyman. Qizchaq shularni degandan keyin qonga milinib ketgan qog'ozni ilib etib, yana yangisini chaplab qo'ydi.
Şoför o'rniga qaytib keldim. Bu chaqda nima deyishimni bilamay, kayfiyat o'ng'aysiz ahvolga tushib qoldi. Yalg'ondan yo'talgan bo'lib olib, yana bir qaytim avtobusni qo'zg'atdim. Avtobus shaharga kirganda qiz tushishdan burun menga qilin konvertdan birini tutqizib qo'ydi. O yiroqlab ketgandan keyin ichib qarasam, ichida 2 bog'lam qilin pul turibdi. Yana bir varaqchimi bor ekan. Jenimni qutuldirganinglarga rahmat. Amaliyotda bugun sizga rahmatimni bildirish uchun avtobusga chiqqan. Agar meni qutuldirgan yana bir shofirma xizmatdoshingiz bo'lsa, uninkini berib qo'yasiz. Hamda men uchun rahmat aytib qo'ying. Pul bilan qog'ozni yig'ishtirib, yo'l bo'yi o'zimni tillab keldim. Yaqinda rostli qo'rqib ketibdimi? Necha kun burun mis soat oldida tizilib o'lgan qiz cho'qim birinchi qitimga bodakka o'xshash, faqat kiyimida o'xshaydi. Ikkinchi kuni saharda qilin bir bog'lam pulni Shavliyuning karvatiga tashildim. Shavliyu bu pulni ko'rib, eg'izi echilib qoldi. "Oy, nima pul odash bu, ha? Shirkatdan mukofot tarqatibdimi?" Sening odam qutuldirganligingni anglab, o'g'alik suvara mukofotlabdi. Shavliyu xushalligida eg'izi yumilmay, birdamdil pulni yig'ishtirib bo'ldi. Joyimda hang veqib qoldim. O soltak pulni yig'ishtiribmi, pulning nereden kelganligini surishtirmadi. 30 yil yashapdimi? Kallisi bundaq oddiy odamni tunji qitim ko'rishim. Men yana Xuyavshanga boraman. Balkim bir kun qo'nib qolishim mumkin. Agar qaytib kelmasam, o'rnimda bir kun haydab turasan. Ha? Nimaga borsan? Ha? Qayrni oldirmoqchimi? Ya'ni 200 qo'y berib. Voy. O'zimning ishi. Meni tizimlikdan o'tkazib, avtobusni haydab qo'ysang bo'ldi. Bo'ladi. Menga mukofot tarqatibdi degan ag'ina. Seni bir mehmon qila olay. Yura. Men qadayman. Yura. Shavliyu shundoq deginicha meni so'rab tövanga mangdi. Bu bir vaqt tamoqni narimga yedim bilmayman. Kallamda izchil tunugin Lyutaga aytgan gap. Kichik ikkinchi qavatning maxfiyatligini davomli izlash kerak. O aytgan maxfiyatlik cho'qim qolgan 2 arxiv papkasida. Lekin Lyutaning maxfiyatligi bilan Lyutaning nima munosabati? Ang g'alit yeri Lyutaga kichik 2 qavatning ishini bilib qolmay, yana Lavu aytgan yo'lvas kunlik mis yarmoqnimi biladi ekan. Agar kelar oyning 15-kunidan keyin tirik o'tman desang, Xuyavshanga berib, bir dal yo'lvas naqshlik mis yarmoqni izda. Bu gap izchil kallamda. Garchi qat'iy holimisammi, bormoqdan boshqa amal yo'q. Xuyavshan kenti. Yana bir qitim bu yerga kelganda tarki dunyo bo'lgandek his qilib qoldim. Etizda ishlayotgan dehqonlarga qarab, ularning shunchalik oddiy turmushiga havaslanib ketdim. Oldingi qitim kent boshlig'i bilan ko'rishganda xeyli tushunib qoldim. Bu odamning eng chong ojizligi pulga amroqligi ekan. Shunga bu qitim qizil kiyimlik qiz bergan pulning hammasini ilib oldim. Ish qilib bekog'ili erishdim. Agar mushu pul bilan jinimni qutuldirib olg'ili bo'lsa, yanada foydalangan bo'laman. Mashindan tushib, kent boshlig'ining uyiga qarab chapdim. Kent beshining agildigan yerida oldingi qitim kala haydab olgan bola uchrab qoldi. U sol qo'liga suv botolkasi, o'ng qo'lida kalini yetilib olgan bo'lib, meni ko'rgandan keyin o'xshashla so'g'uq chiroyi kulkiga, ondan kulkidan so'g'uq chiroyiga o'zgardi. Uning yenidan o'tayotganimda axloq yuzidan beshimni langishtirib qo'ydim. O'ylimga yadin bu bola qo'limga esilib, sol qo'lidagi suv botolkasini beshimdan qo'yib atdi. Texi bir tarafdan qo'yg'ash, bir tarafdan saranglarcha kuldi. Azroq tetimsi bo'lsa, tabrik bo'ladi. Tezlikda o'zimni qochirib, uni ittirib atdim. Etizda ish qilayotgan bir ayol yugurib kelib, o'g'ilni kayniga o'tkazib olgandan keyin o'ng'aysizlanganini kechirim so'radi. Kechiring, o'g'limning kallasi toza yaxshi emas.
sizni yaralandırıp qo'ymagandu. Bo'ldilar. Hech qisi yo'q. Üstümdeki suni sürtib etdim. Kent boshlig'ining uyi tarafga qarab mang'inimda yiroqqa bormay turibla kaynimdagi ayolning gapi qo'lig'imga g'uvo kirib qoldi. Balam, rostila yeging bormi? Kaynimga burilgan vaqtimda ikkaylan kallisini yetilab yiroqlab ketibdi. Beshimni silkib etdim. Yaqinda kunduzi qiladigan ishim jiq. Kechsimi yaxshi uxlayolmay, bakli charchab ketgan o'xshayman. Kent boshlig'ining cho'ng qo'rosi yanili shunchalik kam kushodi bo'lib, bu qitim kent boshlig'i o'ylida qo'noq uglab etibdi. Kent boshlig'i meni ko'rib, xushalligidan o'rnidan turdi. Voy voy. Kichik boyliq ilohiy katta-ku. Kela. Kent boshlig'i, tinchlikmi? O'ng'aysizlanganimdan kent boshlig'i bilan qo'l ilishib ko'rishdim. Meni Shavli deb chaqirsangiz bo'ldi. Bu qitim yanada sizni yo'qlab keldim. Kent boshlig'i qo'limdan tutib, kulkidan eg'iz yumilmay meni uyga tortib kirdi. Shavli. Ketkiningina chiqib bormay, yana nima ish bo'ldi? Kira. O'tir. Kent boshlig'i intayin aqlli. Qalaymiqan gap qilib qo'yishdan ansirab, yolg'onni to'qidim. Baba, boshqa ishmi yo'q. Yaqinda xizmat besimi bak eg'ir. Shunga bu yerda bir kun qo'nib ketay degan. Bo'ladimi? Bo'ladi. Nima ish qilib bo'lmag'ida? Qancha kun turman desangizmi, mayli. Uyim ikki qiz. Odatda o'zim yolg'iz turman. Boshqa odam yo'q. Kent boshlig'i men bilan bir necha eg'iz takalluf qilishgandan keyin menga kechda uxlaydigan yotgan ko'rpa tayyorladi. Mush fursatdan foydalanib do'konga chiqib azroq oqaroq bilan pishiq yemaklik setib oldim. Qaytish vaqtimda boshqalarning uyi oldidan o'tganimda hammasi boqqan tog'i o'rdaklarni qafasga solig'ida turibdi. Lekin g'alit yeri bu qafaslarning hammasida qolib baqgan. Bizning yurtdagi uydimi tog'i o'rdak beqib boqqan. Uyimizdagi qafaslarning hammasi oddiy qilib yasalgan. Tog'i o'rdaklarning ichiga haydab kirgandan keyin biror narsa bilan eshikni to'sib qo'ysaqla bo'ladi. Nemishqa qafasga qo'lib soladi. Ularning kentning ijtimoiy tartibi shuncha nacharmidi? Yo'lda yana bir kichik bola mendan uydagi yo'qib ketgan kolini ko'rgan ko'miganligimni so'rdi. Beshimni chayqab tursam, uni kayindagi bovoy so'rab uyga mengib, eg'izdi yana. Qarang'i tushdi, bo'ldi izdima. Kolini ammabtiq bo'ldi dedi. Kent boshlig'ining uyiga kirganda bovoy qo'limdagi oqaroq bilan pishiq yemaklikni ko'rib, xushalligidan ko'zlari yumilib ketdi. Kent boshlig'i ikkimiz kongdagi kichik ustalda o'ltirib, uningga bir romka oqaroq qo'yib berdim. Qani bova, bugun sizni bakla avar qildim. Avar bo'lmadim. Paralashib tursaqmi? Yaxshi bu. Kent boshlig'iga bir romka aroq tutib, hech nima bo'lmagandek eg'iz ochdim. Aras bova, oldin qitim kelganimda siz menga aytgan alvasti o'nkiri degandingiz. Xeyli qiziqib qoldim. Yana bir qitim aytib berasizmi? Sizlar bolalarningiz. Moshundaq g'ayriy ishlarga qiziqsizlar. Bu alvasti o'nkirni kentning g'arbi beshida. İlgiri bir qo'noq aytizvatdi. Keyin bu yerning ostidan qabri chiqib qoldi. Qabra? Hayronlikda varqirib etdim. Chunki Lavu ayni chaqda bundaq demagan edi. Uning menga degini yer osti laxna. Ajoyib cho'ng qabrda. Bir necha yuraklik ragi o'g'irlach kiribdi-ka.
Eğer men şu yerden ötüp kalmagan bolsam, ular şu yerde ölüp ketedi. Hey. Mana. Mana. Dal avanet solday şu. Kent başlığı tamdaki suratını körsetti. Bu lavu. Men lavu bilan xeyli yaqin. Qağanlar bilan mı tonaş? Ula alvastı önkürükü kirmestin burun münasibeti yaxşıdı. Hey. Nemesini dey? Qandaq deysiz? Kent başlığıga haraq qo'ygan bo'lib yaqin o'ltirdim. O necha narsani lavu menga aytgan. Qarasam pulga yaraydigandek emas-ku. Pulga yaramaydi. Xatolaşdım. Alvastı önkürdün 2 göher çıkan. Bundaq narsalar bilan apelishdiganlar atayin kentga setvaqli kelgan. Qo'ygan bahasılar 7 xalliqsan. 7 xalliq. Men texi o'zimni haraq ko'tarolmayman debdim. O'ylamagan yerdan bu qeri mendan baldur mas bo'pti. 2 romkini qo'saqqa qo'yib, ko'zlari alaslashib, 7 xalliq son deganda 6 barmog'ini chiqardi. Ammo bu narsalar sal xaridrak. Bo'libmi? Ilqi misyarmaq. Kent başlığı şu gaplarni qilayotganda yong'i qiysiyib, gap tugamasdilla ustal ustida yetib qoldi. Chataq bo'ldi. Jiq ish kuzib yetibdimi? Ustalni yig'ishtirib, kent başlığını yotqizib qo'ygandan keyin yotgan yepib qo'ydim. Kent başlığının qorasida odul silingan yana bir eg'iz uy bo'lib, meni shu uyga o'rinlashtirgan edi. Yotqanga kirib olgandan keyin mis yarmoqning ishini o'ylab yotdim. Qaraganda bundaq agitib yursam bo'lmaydigan o'xshaydi. Bir qarorga kelib, at saharda bu bir bog'lam pulni kent başlığıga tashlab, ishlarni oydinlashtirmasam bo'lmadi. Soatga qarab baqsam, yerim kecha soat 12 bo'pti. Chiroqni o'chirib uxlay deb tursam, aldirash eshikni urgan ovoz anglandi. Kim o? Kent başlığı, uyg'ondingizmi? Eshik sirtidagi odam gap qilmay, eshikni yana urayverdi. Qaraganda kent başlığı masligidan yeshilmabdi-da. Shularni o'ylab yotgandan chiqib, eshikni ochay deb turishimga tuyuqsizli bir gap esimga keldi. Dal 20 oy ilgari Qo'ygan yo'li 2386 nomerdagi heliqi ochash aytgan Liu Jinjo'ning gapi. Eshik chekilsa, hargiz ochma. Ikkilinib qilib, to'van ovozda yana bir qitim so'rdim. Kent boshlig'imi? Uxlab bo'lgandim. Meni nimagiz degan? Eshik sirtidagi odam gap qilmay, yana eshikni urdi. Benormallikni his qilib, kaynimga necha qadam chekindim. Bu yerim kechida kent boshlig'i bo'lsa-mu, nimaga meni izdigandi? Konga qaytib, eshikka tikilib turdim. Gum. 18 qism. Qo'rqinchli kent. Eshik urgan ovoz yerim kecha soat 3gacha davomlashdi. Bu chaqda nervlarim jiddiylashib, o'zimni faqatla bo'shashtirmadim. Bir chaqda xo'roz chillishi bilan yuragim joyiga tushdi. Tong susildi. Eshik chakkan ovoz g'oyib bo'lgandan keyin yana uxlashga petinolmay yotganda tugilib o'ltirdim. Soat 6 bo'lganda kent boshlig'i aloqzodi bo'lganicha sirtdan kirib, mening kong ustida turganligimni ko'rib, o'psinib qo'ygandan keyin kelib to'van ovozda so'rdi. Tunagin kechda eshikni ochmagansan, ha?
Uyquchilikda uxlamagan ko'zimni aran ichib uningga qaradim. Qadaq. Siz urmaganmi? Kent boshlig'i endi gap qilay deyishiga eshikni urgan ovoz yana anglandi. Kum kum kum. İlgiri qarang'uda o'zim yolg'iz, hech nima qilishga petinolmagan. Amdilikda tongmo otdi. Ochchig'imni bosolmay, yerdagi kichik o'rindiqni ilib, hech nim bilan korim bo'lmay, eshikni ichib urdim. Vaycan. Vaycan. Bu ovozni anglab, ko'zlarim chakchiyib ketdi. Qattiq cho'chib ketdim. Liu Chinjoni ko'rgandagi qo'rqinish jiniga yo'liqqandan qilishmaydi. Bu qeyrni ko'migili uzun bo'pti. U yanada tunji ko'rgandagidek o'riqdan o'riq, sirtiga yirtiq ko'nglik, o'ng ko'zi qarmoqqa yeshil yoqut qo'yilgandek. Qeyriga qo'limdagi o'rindiq takkan bo'g'ashqa yerda beshini tutib vayjallab yotadi. Kent boshlig'i ahvolni ko'rib, tezlikda Liu Chinjoni turg'izgandan keyin tillivatdi. O qabaqvash, nimaga itik qilsin deyman? Qara bu ayni urib aytganingni. Ay. Hech qis yo'q. O'lib qolmayman. Vaycan. Liu Chinjo o'rnidan turib, qo'lini polangshitdi. Liu tog'i bilan Liu Yinboning ta'sirida men izchil Liu Chinjoni dushman qatorida ko'rgan. Hozir uning qo'riq bosgan yuzlariga qarasam, haqiqatan yaxshi odamga o'xshamaydi. Lekin tilga ilib o'tishga arziydigini birinchi qitimliq odam ko'p bo'lsa hargiz bosmadin tunogin kashdiki, ishik chaksa hargiz oshma degan bu ikki eg'iz gap Liu Chinjoning eg'izidan chiqib, haqiqatan menga askartish bergan edi. Bova, bu yerga nimaga keldingiz? Qandaq? Bu kentni sen ochqanmi? O beshini ko'tirib menga shundoq dedi. Liu Chinjoning mijozining yaxshi emasligini bilib, uning bilan gap talashqim kelmadi. Nimanda gap qilasan ey? Kent boshlig'i menga olaydi. Sen kelsang bo'ladigan u, boshqalar kelsa bo'lmaydigan. Kelganlar mehmon. Ag'ina, yura, tez ichiga kira. Liu Chinjoni kent boshlig'i yo'lab uyga akirgandan keyin menga kent beshidagi oshxonaga berib, ikki taxsi qo'rma setib olishga buyurdi. Kent boshlig'i nima degan yomon deyman. O'zi yaxshi odam bo'lib olib, natijada pulni menga xajlatdi. Tunagin oqshom bir kecha uxlamay, oshxonaga boradigan yo'lda mugidabla mangdim. Bir ko'chadan o'tishimga etiz qirda bir to'p odamlarning o'lishib, bir narsalarni deyishayotganligini ko'rib, qiziqib yiniga bordim. Bola ichinishliq o'lgan seriq kalini cho'rdab turgan bo'lib, bu seriq kalining chakchaygan ko'ziga liqqida qon to'lgan edi. Xuddi intoyin qo'rqinchli narsa ko'rgandekla. Kalining bo'yni bir narsa tarafidan yirtib etilgan bo'lib, chiqqan qon hamma yerni bir olgan edi. Bu seriq kalining yinida bir qiz tizilib, to'xtamasdan yig'layotgan bo'lib, uni bir ko'rib tanib oldim. Dal tunogin kashda kali izlab chiqqan qiz edi. Bir bovay qizning yinida uni tatib turg'izmoqchi bo'ldi. Lekin qiz o'rnidan turishga unamay, teximi o'ksib yig'lab ketdi. Kalam öldü. O yer termisi. Sanki ağdaki pul çıkmaydı. Qizning bechoralachi yig'layotganligini ko'rib, yanchug'imdan 200 yuanni chiqarib qizga berdim. Yig'lamang singlim, Bu pulni ep turing. Sizga so'mki sovuq qilgan bo'lay, Yig'lamang bo'ldi. Yig'lama. Qizchaq yig'lab qizargan ko'zlari bilan beshini ko'targunicha menga qarab qo'yib, qo'limdagi pulni oldi. Ammo yinidagi bovay yonda to'sib olmoqchi bo'ldi.
Bo'ldi. Pulingizni olsak bo'lmaydi, ha? Bo'ldi. O'zingiz ep qiling. Bo'ldi. Hech qisi yo'q. Hechdan bo'lmaydi. Kichik qizning beshini silab qo'yib, odamlar to'pidan chiqib ketdi. Necha qadam mangmayla bovay kaynimdan qo'g'lab keldi. Hey, to'xtang bolam, to'xtang. Qarsam, bu kentlikda qilmaysiz. Kimning uyiga kelgandingiz? Bova, men o'ynag'ili kelgan. Bolam, bu yerda o'ynag'udek nima bor? Gapimni anglab, bu yerdan tezroq keting. Bo'ladi bova, bo'ladi. Askarkiningizga rahmat. Bovay ma'qul bo'lganligimni anglab, burilib, kichik qizchaqning yeniga ketdi. Agar bir oyning oldida bo'lgan bo'lsa, bovayning bu gapini anglaganda ishtonga chiqarib bo'ladi. Lekin bugungi kunlikda 15-asrdagi qo'rqinchni beshimdan o'tkazdim. Mis soatning odam o'ltirganini ko'rdim. Tig' ustida qon yalagan erkak hisoblanaman. Oshxonadan 2 xil qo'rima, yana bir necha botilka oq-aroq setib olib, kent boshlig'ining uyiga qaytdim. O'ylamagan yerdan bu 2 qeri kangda badashqan qurib parangga tushibdi. Qaytib kelganligimni ko'rib, kent boshlig'i kichik shiraga aroq qo'rimalarni tizgandan keyin kulib turib dedi. Kila, o'ynam kila. Shuncha yiraqding kapsan. Sig'idi yavala. Kila. Yüzdurim qizdirib ketdi. Bu 2 qeri mo'shunchilik orliqda og'ini bo'lib ketibdi. Tamoq orlig'ida Liuchinju menga qarabma qo'ymay, faqat kent boshlig'i bilan paranglashdi. Men yonda mavjudligimni yo'qotib qo'yishdan ansirab, majburiy gap qistirdim. Kent boshlig'i, tunogin oqshom shigimni bir kecha urgan siz bo'lmasangiz, undaqdi kim? Aslida kulib turgan kent boshlig'i bu gapni anglab, chiroyi tutilib ketdi. Hech kim emas. Uni odam urmagan. Bu gapni anglab, texima qiziqib qoldim. Undaqda odam urmagan bo'lsa, undaqda nima urdi? Kent boshlig'i ko'tirgan aroq romkasini shiraga qo'yib o'rsindi. Bizning kentda bir qoida bor. Har kuni qorong'i tushganda hamma uy eshikni taqaydi. Mayli qandaqli tirik narsa bo'lsin, sirti qolganligi narsa bo'lsa, ikkinchi kuni hayot qolmaydi. Undaqda nima narsa? Tog'dagi yo'l bosma? Nimaligini sorma. Tunagin oqshom bexastlik qilibdiman. Sana deb qo'yishni unutib uxlab qolibdiman. Ko'nglingga amma. Yana so'ramoqchi bo'lib tursam, Liuchinju o'dildi turib, menga ko'z ishorasi qildi. O'lgir qeri. Men yo'sini bilan bir bo'lmasam, menga nimaga ko'z ishorasi qilsan? Tamoq yeb bo'lganda tushdan keyin bo'ldi. Masligimni yeshildirgach oylinib kelay deb mansam, o'ylamagan yerdan Liuchinju kaltigini so'rginicha kaynimdan qo'g'lab keldi. Uningga olib qo'yib, yo'limni davomlashtirdim. To'lagin kashda ishingni nima urganligini bilgim yo'qmi? Liuchinju kaynimdan agishib, to'van ovozda shunday so'rdi. Hayvon do'sho. Kaynimga qaramay dedim. Bu Xuyavshan degan tog'ning yenib tursa, yirtqish ko'p, normal ish. Hayvon emas, odam urgan. Kulib qo'yib kaynimga burilib, Liuchinjuning yeshil yoqutdek ko'ziga tikildim. Bova, kent boshlig'i odam urmagan ishik degan. Amsa daqiqa. Ishni kim chekkandi? O'lik. Liuchinju bu gapni qilganda qilchi ikkilanmagachga butun badanim shurkinib ketdi.
Sen bu yerga yo'lbos naqshlik mis yarmoqni izlab kelgan-ku. Bugun yana bir kecha qol. Seni bir yerga aparay. Aslida bugunli qaytmoqchi edim. Lekin Liu Jinjuning gapini anglab turib qoldim. Mis yarmoqni izlayotganligimni qanday bilasiz? Sening mendan so'raydigan ishlaring ko'p. Bugun kechda men bilanman. Sana hamma ishning haqiqiy ahvolini aytib beraman. Men dal mushu gapni saqlayotgan. Shuncha uzoqdan beri xalqning qo'lida ahmoq bo'lib yurdim. Hozir bilishni eng xohlaydiganim dal haqiqiy ahvol. Men sizdan nimani so'ramoqchi ekanman? Liu Jinjuning ko'k yoqutga o'xshash ko'zi asta kichiklab qo'ydi. Lao Tam, Lao, Liu Yunbo, Liu Daga, yana mening barliq maxfiyatligim. Liu Jinjuning bu gapi meni rostilla cho'chitdi. Bu ishlarning hammasi yuragimning cho'nqur qatlamlarida besim qilayotgan savollar bo'lib, bir eg'iz gap bilan tepib oldi. Bo'ldi. Tishimni tishlab, beshimni lig'ishdim. Bugun oqshom siz bilan ma'y. Gapingizda turing, ha? Liu Jinju kulib qo'yib gap qilmadi. Shamol chiqib, uning bir teri bir ustixon bo'lgan badani shamolda tavirinib, xuddi har vaqt uchib ketadigandek qiladi. Shu kuni kechida Liu Jinju ikkimiz uy ichida qoldik. Kent boshlig'i kechlik tomoq vaqtida ko'p ichib olg'ashqa, yana mastlikda uxlab qoldi. Kech soat 10 bo'lganda Liu Jinju meni kayindan agishishga aytib sirtqa mangdi. Amaliyotda ichimda shunchalik qarshi turdim. Nimali degan bilan men o'z ko'zim bilan ichinishlik o'lgan seriq kolini ko'rgan. Lekin u Liu Jinju ko'migan tursa, ishonsam bo'lamdi. Lekin Liu Jinju barliq maxfiyatlikni biladiganligini aytdi. Mushu nuqtalar menga bo'lgan ozdirish kuchi intayin cho'ng. Uning ovoq badanining kayindan agishib uydan chiqqanda yuragim to'pildab so'qib, ozroqmi bexatarlik tuyg'usi qolmadi. Bu kentning kechasi ajoyib jimjit bo'lib, hatto etizdagi qurt, poqlarning ovozi yo'q edi. Ilmi yaxshi oy nuri bo'g'ashqa, yanala odamning chiroyini aniq ko'rib turdim. Ikkaylan kent ichida mengib, texchi chirig'i yiniq turgan uyning sirtiga kelganda to'xtadik. Mo'shiyar shu. Saqlayli, dedi Liu Jinju töven ovozda. İkimiz badanimizni egib, bir döv o'tunning kaynida bu chirig'i o'chmagan odamlarning uyi oldida turdik. Toki soat 12 bo'g'icha medirlamay saqlab, zodi bardoshlik beranmay gap qilay deyishimga, g'ij qilgan ovoz bilan bu uyning eshigi ochilib, 20 yoshlar atrofidagi o'g'il bola chiqdi. Bu odam chiqqandan keyin daldan shiginicha ko'chaga chiqdi. Liu Jinju menga ko'z ishorasi qilib, ikkimiz 20 metr orliq tashlab, avaylig'imizcha agashdik. Bu odam intayin osti mangdigan bo'lib, taxminan 20 minut mangandan keyin kentning g'arbidagi etizlikning ichidagi bir ko'ni uyga kelib, ichiga kirib ketgandan keyin yo'qolib ketdi. Toza asnab tursam, tuyuqsizla bu ko'ni uy ichidan echinishlik chiyqirash ovozi anglandi. Tuyuqsiz kelgan ovozdan qattiq cho'chib, butun badanim shurkinib ketdi. Butun diqqatimni bu uyga markazlashtirgan vaqtimda Liu Jinju meni ittirib qo'yib, qo'li bilan uyning yana bir tarafini ko'rsatdi. Qarsam, g'arb tarafdan uyga qarab birisi kelib etibdi. Bu odamning bo'yi egiz emas. Yerga uzun bir narsani so'rib olgan bo'lib, bu narsa qarmoqqa jim turmaydigandek, turib-turibla yulqinib qo'yadi. Eg'irroq nafas ilishqimni petinlanmadim. Bu odam so'rib olgan narsaga qarab o'ylashib qoldim. Nimaga o'xshaydi? Odamga. O'g'irliqcha Liu Jinjuga qarsam, uning chiroyida izchil o'zgarish bo'lmadi.
Yana necha minut o'tgandan keyin bu ko'ni uydan quloqni yorg'udek chiqroq ovozi angladi. Asldagi jimjit kechida bu echinishlik ovozni anglab, mushtumlarim tugilib, peshonamdan sovuqlar chiqib ketdi. Chiqroq ovoz necha sekundga bormayli to'xtab, uyning eshigi ochilib, ikki odam oldi-kayni bo'lib ichidan chiqdi. Ay nurda bu ikki odamning soyisiga qarab to'yuqsizla tonib qoldim. Bular oldingi kuni kantga kelgan, qo'li yetilib olgan bola bilan opisi. Ikkaylan uydan chiqib, kayniga o'tib ketgandan keyin g'oyib bo'ldi. Bu yerda saqlab tur. Kirib qarab boqay. Liu Jinjo burilib shundoq dedi. Yo'q deyishga ulgurmay turibla, u o'rnidan turib mangdi. Men nədimi bundaq ishga yo'liqib baqqandaysizlar? Yuragim to'pildab so'qib, yelida ko'kragimdan chiqib ketadigan taqilatdi. Liu Jinjo kirib ketgani 5 minutcha bo'ldi. Lekin texchi qaytib chiqmay, jiddiylashganimdan tirnoqlarim teramga sanjilib ketdi. Tuyuqsizlar. Bir narsa kaynimdan menga yiqilishayotgandek tuyg'u paydo bo'ldi. Shiddat bilan kaynimga qardim. Xato emas. Dal kunduz yo'liqqan, qo'y baqqan ham vaqti bola. Uning eg'izi yo'g'an ichilgan holda menga 5 santim qolmagan yerda turadi. Cho'chib butun badanim tikallashib, qojoy dapli varqirib etdim. O'lgur. Putum kuyishib qopti. On 9. qism. İkinci kuni. Padichi bolaning yo'g'on yuzi menga borgan sari yiqilishib, burnimga tigayli deb qoldi. Mushundaq ajallik paytda putum kuyishib qoldi. Qattiq varqirab, sarangada kaynimga burilib qochdim. Liu Jinjo, meni qutqizib ol! Padichi bola menga etilib kelay deganda, yiroq bo'lmagan yerdagi uyning eshigi gum qilgan ovoz bilan tepib echilib, Liu Jinjo ostiga yulangunicha eshik oldida turdi. Uning hiliqi ko'k yoqutga o'xshaydigan o'ng ko'zi oy nuri ostida boshqacha parqirab turadi. Padichi bolaga nima bo'ldi-kin, kayniga burilib qochdi. Alloh zodi bo'g'inimcha alsirab o'rnimdan turib, kuyishib qolgan o'ng putimni so'rashtirib, Liu Jinjoning yeniga bordim. Ne bo'ldi yigit, ha? Liu Jinjo bu ahvolni ko'rib oldirab keldi. Putung yorlandimi, ha? Bu savoldan turib qoldim. Mushundaq ahvolda putum kuyishib qoldi degili bo'lamdi. Ishqis yo'q. Baya urib oldim. Bu narsalar cho'qim bizni bayqab qoldi. Xeyli aqlliqkan. Liu Jinjo xotirjam bo'lib atrofga qaradi. Chopinimning yengi bilan peshonamdagi tarni sursam, o'ylamagan yerdan yengim o'l bo'lib ketdi. Liu bova, ko'ni uyda nimani ko'rdingiz? Liu Jinjo ko'zini yumib, beshini chayqadi. Kelgusidagi bir oyda tomoq yegim bo'lsa, eng yaxshisi so'rma. Gerçi bu konu öyden çıkan çıqıraq ovozi va ilqi xotun so'rab kirgan narsaga qiziqayotgan bo'lsam-mu, lekin Liu Jinjoning bu gapini anglab, öydagi narsaning naqadar yerginishlik ekanligini bildim. Bularni o'ylab, ortiq so'ramayla Liu Jinjo bilan kent boshlig'ining uyiga qarab maqdiq. Yo'lda men bu ovoq qiyrig'i qaytadan sap soldim. Mening o'yimcha bo'lganda, u 10 yil burun kuyib o'lgan jin. Lekin hozir qarasam, bir ustozlardek salopati bordek ko'rindi. Bo'libmi, boya eshikni tepib ochgan shu paytda shu hayvisi qaltis bo'ldi. Liu bova, qarasam, boyiq shumtak sizdan bak qo'qidi ekan-a? Liu Jinjo beshini sangilitib menib, debli qo'ydi.
sizning bu karomatingiz tursa, yana nimishqa timsiqlab yurdik deyman. Udulli uyga etilib kirsak bo'lmasmidi? Agar yana 20 yosh kichik vaqtim bo'lsa, bu gapni deyishning hojati yo'q deb. Liu Jinju qadamini ostilitib, menga qarab ochiqlandi. Hozir bu putimga qara. Onunga yetishalamdim, ha? Liu Jinjuning eski mijozi yana chiqqanligini ko'rib, xeylig'icha gap qilmadim. Kent boshlig'ining uyiga kelganda, kech soat 2 dan oshgan bo'lib, yetib olgandan keyin ko'zimni yumay deb turishimga tuyuqsizla intayin muhim ish esimga keldi. Liu Jinju tunaygun onunga agishib mansam, menga haqiqiy ahvolni aytib berdiganligini aytgan edi. Shunga taqat qilolmay so'rdim. Liu bua, men ishdan burun menga ma'qul bo'lgandingiz. Gapingizni anglab siz bilan agishib chiqdim. Endi menga biladiganlaringizni aytib berasiz? Bo'ladi. So'ra. Nimani bilgan bu? Faqat birini-la. Cho'nqur nafas ilib oldim. Men bilmoqchi bo'lgan ishlar intayin ko'p. Lekin hozir faqat birini so'rashni aytdi. Zodi kimning ishini so'rasam bo'la? Tuyuqsizlik esimga keldi. To'g'ri. Avval kimning menga yordam qiladiganligini jazmlashtiray. Ko'z oldimdagi bu Liu Jinjuning karomatini o'z ko'zim bilan ko'rdim. Haqiqatan muqaddas. Liu Yinbodak ayni chaqda eg'izni medriltib qo'yib, qo'l zanjiri so'qiganga o'xshamaydi. Hozir Liu Jinjuga ishonishga bo'lamdi, bo'lmamdi jazmlashtirishim kerak. Savolni o'ylashib olgandan keyin so'rdim. Anglasam, Huayuan yo'li 2386 nomerlik kichik rayonda 10 yil ilgari o'tapit yuz beribdi. Bilmoqchi bo'lganim, siz ayni chaqda kuyib o'lganmi? Hozir jinmi yoki odammi? Liu Jinju oyog'ini silib etib, yotqanga kirib olgandan keyin bo'sh ovozda javob berdi. 10 yil oldidagi o't opitida o'lmadim. Men hozir odam, jin emas. Bu gapni anglab, yuragimni besib turgan tosh elib etilgandek bo'ldim. Ayni yili kuyib o'lgani Liu Yinbo'mi? U odammi jin? Faqat birli savol. Liu Jinju menga dumbisini qilib oldi. Davomliq bilmoqchi bo'lsang, gapimni angla. Liu Jinjuning boyiqi javobi qarmoqqa tomtaq bo'lsa-mu, lekin intayin kaskin edi. Shunga bu javobga ishonib, xushalligimda xeyligicha uxlayolmadim. Desam qiziq. Shuncha uzun yildan buyon men oxiri yenimdagi birisining odam yoki jinligini bilib oldim. Amsi boshqalarcha aldirmay, bir-birlab hammasini aniqlayman. Ko'nglimda bir qarorga kelib, bundan keyin Liu Jinjuga agishishni o'yladim. Liu Jinju odam bo'lgan ekan, undaqda Liu Yinbo cho'qim jin. 10 yil oldidagi kuyib o'lgani cho'qim shu. Ularni o'ylab, tuyuqsizla andikib ketdim. Undaqda u menga sovuqqigan qora ranglik qo'l zanjirchi. Acaba rostli odamning ko'z qarchug'idan yasalganmidi? Tunagin bir kecha uxlamay, amdilikda uyqum kelib, o'zimni bilmay uxlab qoldim. Ko'zimni ochganda kun egiz o'rlab bo'lgan edi. Ko'zimni ochgan vaqtimda kent boshlig'i bilan Liu Jinju ikki tarafimda turib, menga tikilib turibdi. Qattiq cho'chib ketdim. Nima qilyapsizlar? Ha? Menga nima qaraysizlar? Anglasam, sen 30 yoshdan eshibsan, ha? Nimanda kichik boladak seni chaqirmasa uyg'onmaysan. Yanfulimni elib qarab baqdim. Voy onamay. Soat 12 bo'pti. O'rnimdan turib, kiyimimni kiyib olsam, Liu Jinju hassini tutqunicha bo'sh ovozda so'rdi. Bugun oqshom yana bir kecha qona olamsan. Yana bir kecha? Tunagin asli men mashina haydashim kerakdi.
Shaoliu o'rnimda haydadi. Bugun kechda qaytmasam, Shaoliu xolamdigandu bilmayman. Yana bir savol so'rag'ili bo'lamdi. Albatta. Undaqda yana bir kun qonay. Lekin eng oxirgi bir kun. Ishga chiqmasam bo'lmaydi. Liu Jinjo tasdi kulib qo'yib, o'rnidan turib kent boshlig'ining hujrasiga mangdi. Men yuvashni bo'zaq qilib, kuchlikdan qo'rqadigan odam emas. Shaoliuni yana bir kun ishiltishga ko'nglim mo'nimaydi. Lekin bundoq yaxshi fursatni qo'yib atgim yo'q. Tushlik tomoqdan keyin Shaoliuga telefon qildim. Shaoliu xushallik bilan ma'qul bo'lib, "Tega hojat yo'q. Yana bir necha kun bo'lsa-mu mayli" deydi. Shundoq ta'sirlandim. Shaoliuning garchi pulimi, yuzimi, qobiliyatimi, chiroyimi, qiz do'sti bo'lmasa-mu, lekin u haqiqatan oq ko'ngil bola. Yaxshi og'ayna. Liu Jinjo ma'qul bo'lganimni anglab xushal bo'lgandek, bugungi gaplarimi xeyli ko'payib qolgan edi. Ikkimiz kent paranglashqash oyinlib, kent beshidagi iliqi qizil raq o'rab, atrofiga qizil bayroq sanjib qo'ygan qadimiy quduqning yiniga kelganda so'rdim. Lalyo, tunji qaytib bu kentga kelganda quduqni ko'rib boqay degan. Lekin bir bola to'sib oldi. Bu quduqda bir masala bormi? Liu Jinjo bundoq chaqirishimdan turib qilib, so'g'uq ovozda javob berdi. Bu kentda boshqa masala yo'q. Lekin mushu quduq odatdagcha emas. Texi boshqa masala yo'qmi? Tunugun oqshomgi ishni o'tib qoldingizmi? Televizorda ko'rgan qo'rqinchli filmlardanmi o'tagu? Liu Jinjo gapimni anglamagandek ko'zi bu quduqda tikilib turdi. Lavliyo, siz buncha yomon tursangiz, bir quduq nimaga hisobdi? Yuring, birga berib qarab boqayli. Amdilla qadam ilishimga Liu Jinjo meni tutib oldi. Uning o'ri qo'llarining xeyli kuchi bo'lib, beligimni qattiq og'irtib etdi. Qarama. Malla emas. Butun Dongbuyda bu quduqqa qarashga petini olaydigan odam yo'q. Liu Jinjoning bu kaskinligini ko'rib, ixtiyorsizlik kaynimga chekinib, yiroqda turib so'rdim. Amisa, bugun oqshom yana shu ikkisini tutamdiq? Liu Jinjo beshini langishtirib qo'yib, burilib qaytdi. Kash kirdi. Kent boshlig'i bugun kash sharaq ishmagan bo'lib, ikkimizning sirtqa chiqadiganligini anglab, cho'chigimdan tas qoldi, enik tushib qoldi. Nimaga? Nega? Jaldim to'yishdingmi? Kent boshlig'i ishni to'sib olib, bizni chiqarmadi. Mayli Liu Jinjo ikkimiz qanchalik tushundirayli, bu kent boshlig'i bir eg'izmi anglamadi. Sizlarga raskamni qilay. Burun bu kentimizni yolvaz olvaz kenti deydi. Huyavsun. Olvastidiki yav. Keyin madaniyat zo'r inqilobi Türkonni buzishda tog' qoptilidiki yavg'i o'zgartgan. Tushundinglarmi? Liu Jinjo tomdagi soatga qarab qo'yib, boshqa harakat qilmay, faqat kent boshlig'iga tikilib qo'ygan. Kent boshlig'ining ko'zi qayrilib xo'rakka ketdi. Kent boshlig'ini konga yotqizib qo'ygandan keyin Liu Jinjoga agishib eshikdan chiqdi. Lavliyo, gipnoznimi bilamsiz? Bugun oqshom bu narsani tutmasak bo'lmaydi. Agar yana 2 kun yesa chatoq chiqadi. Liu Jinjo savolimga javob bermadi. Yana berib yurishtirinamdiq. Hozir ular uyda emas. Shimoliy toqqa chiqib so'raymiz. Liu Jinjo bilan kichik yo'lni bo'ylab shimol tarafdagi kichik toqqa keldik. Bu yerda terilg'i etiz yo'q, ammo oz bo'lmagan qabr bor ekan. Tog' bag'rining hammali yeri choshqan bilan shaparangning jasdi bo'lib, beshimni ko'tirib, yiroqqa qarab qattiq cho'chib ketdim.
Lolyo, tez qarang. Birsi qabri qo'layotdi. Qo'lim bilan o tarafni ko'rsatdim. Tog' bag'rining shimolidagi yiroq bo'lmagan yerda ikki odamning soyisi bir dumchak qabr oldida yerni qo'layotdi. Liuchinjo gap qilmaslikni ishorat qilgandan keyin belini egib, yon tarafdan agilib mangdi. Tez qadamlar bilan uning kaynidan agishib, yuragim yana ansiz so'qishga boshladi. Bu ikki odam soyisi texchi yer qo'layotgan bo'lib, ikkimizni sezmagan edi. Liuchinjo yiqilishib 4-5 metr qolganda qarshi tarafni nishonlabla qo'lidagi kaltakdan otgan. Kaltak uchib berib, birisining kallasiga tegib chiyqirab ketdi. Tez tutayli! Bu ikkisi Liuchinjo ikkimizni ko'rib, jinining boricha pastga qarab qochdi. Eliga xotin qarmoqqa yorlangandek, ancha tez yugurmadi. Biz yo'l bo'yi tog' ostiga qarab yugurib, kent eg'izdagi ochalg'i kelganda, bu ikkisi bo'linib qochdi. Endi padijibalni qo'g'lay deyishimga, Liuchinjo hozirg'icha xotin qochgan tarafni ko'rsatdi. Mauni qo'g'layli! Bu xotin qarmoqqa eg'ir yorlangandek, ancha tez yugurmadi. Butun kuchim bilan qo'g'lab, endi yetishib olay deyishimga, tuyuqsizlik bir ish kelib, yuragim qartdi qilib to'xtab qoldim. Ning bo'ldingmi? Qo'g'lamamsan. Liuchinjo to'xtab qolganimni ko'rib so'rdi. Cho'taq bo'ldi. Alaqsada bo'lgan holda Liuchinjoga qardim. Boya eshikdan chiqqanda kent boshlig'ining ishini taqashni unutibdiman. Yigirminchi qism. Davomlashadigan qari tush. Liuchinjo ishikni taqashni unutib qolganimni anglab, mendan bakrak jiddiylashib varqirdi. Bu tarafga men bor. Sen tez kent boshlig'ining uyiga bor. Tez bo'l. Bu gapni anglab burilibla sharq tarafdagi kent boshlig'ining uyiga qarab yugurdim. O'lib ketgan qeri seriq qalining o'lgan holati esimga kelib, peshonamdan sovuq ter qo'yilib ketdi. Kentning g'arbidan sharqiga kelguncha yo'lda 3 qitim mullaq etib, oran tasda kent boshlig'ining uyiga keldim. Asrab jiddiylashganimcha qo'ri ichiga qaradim. Darvoza ochiq ekan. Avaylab darvozaga yaqinlashgandan keyin tuvan ovozda varqirdim. Kent boshlig'i, siz bormi? Uydan hech qanday ovoz anglanmadi. Mushtumimni tugib, bir qadamdan menib uyga yaqinlashdim. Kent boshlig'ining uy eshigimi ochiq ekan. Menda bir xil shumliq sezimi paydo bo'lib, oldirmay ichiga qarab, qo'l chiroqning yo'rig'ida tuyuqsizla yerdagi qon izini ko'rib qoldim. Yana oldig'iroq yerda yana bir qon izi. Qon izi intayin qalaymaqan bo'lib, uyning ichiga so'zilgan. Zodi sirtdan uyga kirdimi yoki uydan sirtga chiqdimi, ayrı vağılı bo'lmaydi. Kent boshlig'i, yana yengil ovozda chaqirdim. Uyda bo'lsangiz, gap qiling. Yanıla odamni qo'rqitgudek darajada jimjit. Cho'nqur nafas ilib, ichiga kirdim. Hech kim yo'q. Kam ustidagi istakan yonga tashlangan. Ustal yerga yiqilgan bo'lib, uyning o'ttirda intayin cho'ng qon izi turibdi. Yig'livatgili tos qoldim. Kent boshlig'i cho'ng. Tunogin kechda etizdagi heliqi uydan chiqqan chiyqiroq ovozni, yana heliqi xotin so'rab kirib ketgan tirik narsani esimga elib, putlarim titrab ketdi. Men kent boshlig'iga ziyonkashlik qildim. Umidsiz nish meni iskanjaga olgan vaqtida Liuchinjo qaytib keldi. Qanday bo'ldi? Ha? Kent boshlig'i hech nima bo'lmagandi. O tex kirmay turibla jiddilashgan ovozi anglandi. Beshimni qamollab yerda tizilib, ichimda o'zimni mingni tillab etdim.
Lyoujinjo uyga kirib, o'ng so'lga qarab qo'ygandan keyin meni yerdan tortib turg'izdi. Shundak. Kan boshlag'icho. Ha. Lavliyo. Oxir bardoshlik berolmay, yig'lab beshimni chayqadim. Bexaslik qildim. Kan boshlag'i. Eligi odam yeydigan olmas tarafidan ziyonkashlikka uchragan o'xshaydi. Lyoujinjo o'rsinib qo'yib, Kangning yonida o'ltirdi. Yerdagi qon izi qandoq ish? Ha? Qaytib kelganda kan boshlig'ini ko'rdingmi? Yo'q. Qaytib kelgan vaqtimda ich sirtining ishiga o'chiqgan. Kan boshlig'i yo'q. Lyoujinjo birdam jimib qolgandan keyin yanchug'idan bir tal mis yarmoqni elib, oldi kayniga o'rib qaradi. Lavliyo, sizningcha kan boshlig'i o'lganmidi? Bo'lmasa, haliqi koni o'yga berib izlab boqayli. Yana nimani izlayding? O narsa tirik narsani ko'zli hayot qo'ymaydi. Menimcha hozir kan boshlig'idan ustixini maqomi demak. Lyoujinjoning bu gapini anglab, ichimdagi azob chekiga yetdi. Kan boshlig'i 70 dan oshdi. Ozroq pulga amroq bo'lgan bilan boshqa taraflarda masala yo'q edi. Bugungi kunlikda mening bexasligim bilan nohaq o'lib ketdi. Bo'ldi. Senmo qasdan qilmading. Kan boshlig'ining bolasi yo'q ekan. Onunga Sarupay qabrisi qilib bergin. Ha? Yaxshiroq qil. Sarupay qabri degani kiyim-kechaklarda qilingan qabri edi. Beshimni langshitdim. Yuragimni yorg'udek pushayman. Meni qattiq azoblamadim. Tong otgandan keyin kentdagi dafn ishlarini qiladigan ustamni izlab bordim. Kent boshlig'ining vafot bo'lgan xabari nihoyat tezda kentga tarqaldi. Ko'pchilik o'zligidan qorliq tutib, necha yuz odam uzun rad bo'lib, dag'dug'liq holda kent boshlig'ini uzitib qo'ydi. Sarupay qabrisiga mangadigan yo'lda kentliklarning yig'isi palakka yetib, texmo biyorim bo'ldi. Ko'rib olishga bo'ladi. Kent boshlig'i odatda bularning hurmatiga erishgan. Kentliklarni so'yadigan odamga. Nazirdan keyin Lyoujinjo bilan birlikda shaharga qaytdik. Tunagun oqshom kechidan boshlab avtobusga chiqquncha Lyoujinjo izchil mis yarmoqni o'ynab o'ltirdi. Lavliyo, kayfiyatim yaxshi bo'lmag'achqa, uning qo'lidagi narsaga qarab qo'ydim. Kent boshlig'ining o'limi garchi siz bilan munosibatsiz bo'lsa-mu, lekin sizmi uning uyida tomoq yeb, uyida qongan. Bu vay mushundaqlik ketib qoldi. Acaba ko'nglingiz yerim bo'lmadimi? Odamning taqdiri bo'ladi. Nimaga azoblanaman? Ha? Ishni quluplashni unutib qolgan yo men bo'lmasa. Bu gap aniqli nashtar bilan aytilgan bo'lib, gunoh o'zimda bo'g'ashqa gap qilmadim. Kent boshlig'i ziyonkashlik qilgan so'ldak tutilmadi. Mushundaqlik kelsak muvofiqmi? Ha, hech qisi yo'q. Lavliyo mis yarmoqni yanchiqiga selib oldi.
O narsa tugashdi. Tugashdi degan qanday gap? Haras, tex so'ramabdiman. Tunagun oqshom xotinni qo'g'lab ketgandan keyin qanday bo'ldi? Yetishib oldim. Mana mis jarmoqnimi ilib oldim-ku. Mis jarmoq menda bo'ladi ekan. U soltak medali yanmaydigan o'lik xolos. U mis jarmoq hiliqi yo'lbosna qishlik jarmoq shugo deyman. O narsaning nima roli bor? Liu Jinju kayniga yo'linib, intayin charchab ketgandek o'fsinib qo'ygandan keyin yangi yil ovozda javob berdi. Bu narsada razillik bor. Bashliq xatarlik. Mis jarmoqqa qiziqmayman. Shunga bu gapni davomli so'ramadim. Lavliyo, mayli qandaqli bo'lsin. Men yana bir kun qo'ndim. Endi yana bir savol so'rsam bo'la? Liu Jinju qarmoqqa uxlab qolay deyotgan bo'lib, debli qo'ydi. Ikkinchi savol men uchun intayin muhim. 13-yil oxirgi avtobusni haydagandan boshlab g'alati ishlar kayni-kayndan menga yopirilib keldi. Hatto kent boshlig'ining o'limi Moşu 13-yil avtobusi bilan bog'lanishlik. Kim odam, kim jin, kim kimning nemisi? Bularning hammasi men uchun muhim emas. Eng muhim bo'lgani bu yerdan ketalamdim yo'q. Lavliyo, hozir sizga chin ko'nglimdan ishonaman. Menga aytib bering. Moşu 13-yil avtobusni haydamasa bo'lamdi? Boshqa shaharga ketgan ba. Lavliyo xuddi mushu savolni so'rashimni pamlagandek yanili ko'zni yumib, chiroyini o'zgartmadi. Bu avtobusni haydashim kerak. Ish tugmay turib, kassam o'lsan. Qiziq. Lavliyoning bu gapi ayni chaqda Liu Yinbonikiga o'pmi o'xshash. Bundoq bo'lganda, mening qolgan umrim rostli bu 13-yil oxirgi avtobusiga bog'lanib qoldi. Umidsizlik bilan kaynimga yo'linib, deriz sirtidagi tez suratda o'tib ketayotgan dal-daraxtlarga qarab, yuragim muzlagandek bo'ldi. Shirkatga kelganda ba'ayni tirik murdiga o'xshash yotoqqa qarab maqdim. Oylada yana shu soqchilarning ogohlantirish sizig'i bo'lib, shirkatdagilarning kirib chiqishi uchun kichik yo'l qoldirib qo'yibdi. Yo'lda Lavvu uchrab, ortiq gap qilmayla, avval bir qachat urdi. Soltak, bu necha kunda nega yo'qolding? Bu chaqda uning bilan taqallashadigan kayfiyatim yo'q. Beshimni sangilatib gap qilmadim. Nemishqa gap qilmaysan, ha? Shirkatga kamigina 2 kun bo'ldi. Shavliyo'ga o'rningda avtobus haydab berishni aytibsan. Sen o'lgur ablah. Hozir o'zingga damilish bagidek qoltib ketdingmi, he? Ko'nglimda kent boshlig'ining o'limidan o'kinib turg'ashqa, Lavvoning urib tillishidan xeli yangillab qolgandek bo'ldi. Lavvo, yana bir qachat uring. Qandoq? Uranmaydi deb qaldingmi? Pas qilgan ovoz bilan Lavvo yana bir qachat urdi. 2 qachat bilan texim rohatlanib, beshimni ko'tarib Lavvoga qaradim. Lavvo, davomli ur. Texim qattiq. Lavvo turib qilib, chiroyi o'zgardi. Inem, sana nima bo'ldi? Ha? Bir ish bo'lmaganda. Chatig'ing bo'lmasa, kuchab ursangli bo'ldi. Kela, ura. Shunda degash, Lavvoning beligini tutib beshimga tortdim. Lavvo bor kuchi bilan yo'lqinib kayniga dojidi. Kallandan ketibsan. Lavvo qo'lini menga tanglab qo'yib, noiloj qo'lini tortib oldi.
Bo'ldi. Menga qalaymi gap qilmay. Bugun kechda tezroq ish qilchaq. Hozir shaharning qattiq tekshiryapti, ha? O shundoq deb qo'ygandan keyin mendan yiroqlashib aylanib o'tdi. Yotoqqa qaytganda Shaoliu yotoq tozalayotgan bo'lib, qaytib kelganimni ko'rib, meni quchoqlab oldi. Odosh, qaytib keldingmi? Uni ittirib tillib etdim. Ko'nglini ilashtirmagin ama. Odosh, bu necha kunda xuya o'shanga nimaga bordi, ha? Rost gapni qila. Ma'bat ishibsan-da, ha? Sancho, bu tema to'g'risida paranglashqim kelmay qaytirib so'rdim. Kunda mashina haydab bordingmi? Bir ish qiyoqmagansan? Rostli bir yaxshi ish qiyoqdim. Yaxshi bo'ldi. Ha, degina, qanday yaxshi ish? Narstrimni ratnigash, mundaqli so'rab qo'ydim. Oldingi kuni avtobus haydaganda qanday bo'ldi demabsan, ha? Suv omborda iliqqa qutuldirib olgan qizil ko'ylakli qizni o'chirtib qoldim. Ha? Qo'rqadiganingni biladim. Sana desam, u qiz o'lmabdi. Oldingi kunlari soat oldida o'lgani, u emaskan. Narsalarni qo'yib, Shaoliuning yonida o'ltirib so'rdim. Degina, u sana nima dedi? Shaoliu yechib qo'yib, barmog'ida pulni sanagan harakatni qildi. U mendan pulni olmaganini so'rdi. Men texi rostli shirkat taqatgan mukofot o'xshaydi debdi men. Aslida shu qiz berib tikanda. Baldiroq degan bo'lsang, bu pulni olmaydim emasmi? Hey. Bek satishibdi deyman. Ko'nglimdagi gumon chekiga yetdi. To'g'ri emas-ku. Shu kuni kechda qizil ko'ynaklik menga bilet ilib chatga mengaman degan-ku. Shaoliu, men ketgan bu 2 kunda mis soatning odam o'ldirgan delosida soqchi tarafning tekshirishi qanday bo'ldi, ha? Soqchilarning deyishicha, qizil ko'ynakli qizmi Xuya o'shan kentidinkan. Uning ustiga bu necha yilda izchil chet elda texi yaqinda o'g'il do'stini ko'gilgaptikan. Talafat kuchsirabdi. Shaoliuning bu gapini anglab, bütün bedenimni titrak bastı.